Assalamu alaykum qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 10-chi dars. O'tgan zaman bilan kutgan zamanning farqini o'rganib o'tamiz. Endi biz oldingi soatlik darslarda mush o'tgan zaman uni qanday turlaymiz, kutgan zaman qanday turlaymiz, qanday yerda ishlatildi, o'rganib o'tgan to'q. Darsdan keyin mushta savol so'radinglar, unda olsa har ikkisi o'tmishda o'tib ketib bo'lgan ishni tasvirlayotganmiz. Unda farqi nima debchi. Bugün şu farqini tushunib o'tamiz. Normalda Golland tili ig'iz tilida normalda pütken zaman ko'proq ishlatildi. Pütken zaman yana ik hab xixeytin, ik hab xilopen deb mushta x kelgan shakli ko'proq ishlatildi. Normalda ig'iz tilida o'tgan zaman ishlatilgan yoki pütken zaman ishlatib qo'ysak yoki pütken zaman o'tgan zaman ishlatib qo'ysak bek çoğun nima emas, bek çoğun xatolik emas. Yani xatolik emas deganim qarshi taraf gapimizni tushunolmaydi. Qarshi taraf gapimizni tushunolmaydi unda ahvol ostida. Faqat tushunolmaydigan ma'nida bir xatolik bo'ladigan ishlar yuz bermaydi. Lekin endi bu tilni eng yaxshi to'g'ri shaklda o'rganaman desak, endi o'tgan zaman ishlatilgan yoki o'tgan zaman pütken zaman ishlasak, u chog'da tilimiz tıxımı güzel bo'ldi. Şuna bugün mush ikkisining farqini qisqacha o'rganib o'tamiz. Men mush ikkisininki ko'p ishlatilgan shaklini silishtiruv shaklida musha tayyorladim. Masalan, verleden tijd o'tgan zamanni biz o'tgan zamanni so'zlagan o'rgangandik. Ya'ni odat xarakterlik ishlarga, o'tmishdagi odat xarakterlik ishlarga, yani doim qiladigan ishlarga o çağda ötken zaman işletimiz. Mesela früher fietste ik elke dag. Yani ben burun her gün ösmin ettim. Yani işte her günü yani bu adet karakterlik iş. Lekin voltoid tijd yani pütken zaman del bunun aksice fakat qıp bakmagan yoki bir qitim qıp bakkan işler qılam işletimiz. Mesela men bir qitim ösminip bakkan desek o çağda herkes mu ik fietste inkeer demeyimiz. Ik fietste inkeer demeyimiz. Belki o vakitte ik hep in keer gefietst. Yoki men bir kun suv uzib baqqan, ikep inda qizivomen. Yoki biz faqat qilib baqmagan ishlarga, onda sonda qildigan ishlarga, yoki ikep noch nooit qizivomen. Men faqat suv uzib baqmagan deb, yani ikkisininki bir muhim farqi. Yani o'tgan zaman verleden tijdni, işte odat xarakterdagi o'tmishda qilgan ishlarimizga, lekin voltoid tijdni işte bir qitim qilib baqqan yoki faqat qilib baqmagan yoki anda sonda qilib baqqan ishlarimizga ishlatamiz. Ikkinchi xil farqi verleden tijdda vaqt muhim. Masalan, bir ishda vaqtni deb degan vaqtimizda ham ko'pincha ahvollarda verleden tijd ishlatamiz. Masalan, vay kvamen, men xato bo'lib qolibdi, kvam deb yozdim. Vay kvamen om 8 yani biz soat 8 da keldik. De bus ging om 9 uur, avtobus 9'da qo'zg'aldi deb, yani biz bu yerda demoqchi o'g'limiz soat nechida kelganligimiz, nechida qo'zg'alganligi. Voltoid tijdda vaqt muhim emas. Hammadan muhimi yuz bergan ish. Bunday ahvol ostida voltoid tijdni ishlatamiz. Masalan, gisteren ben ik naar Amsterdam gegaan. Yani tunugun Amsterdamga bordim. Balkim atdiganda, balkim tushdan keyin. U muhim emas. Hammadan muhimi Amsterdamga borganligim. Yani yeni bir farqi shu. Üçüncü xil farqi verleden tijdni, yani o'tgan zamanni biz bir ish harakatni tasvirlaganda, yani tasvirlash degan u biz bir ish harakatni tasvirlagan vaqtda har qanday odamning tasvirlashi o'xshamaydi. Har qanday odamning his qilgan hissiyoti o'xshamaydi. Masalan, de film van gisteren was echt leuk desem, tungungi film bek yaxshi. Balki men uchun yaxshi, menga yaxshi bo'lgan film hammadamga yaxshi bo'lishi notayin. Men faqat men o'zimning fikrimni, o'zimning his qilgan hissiyotimni ifodalayapman. Ya'ni mushundaq bir ish harakatni tasvirlagan vaqtimizda doim verleden tijd ishlatamiz. Yana bir misol, het eten was lekker, ya'ni yemek ta'mlikdi. Balki menga ta'mlik tuyulgan tamoq, yana birisiga ta'mlik tuyulmasligi mumkin. Lekin mening hissiyotim menga tuyulgani ta'mlik. Ya'ni shunda tasvirlagan vaqtida verleden tijd ishlatamiz. Ondan voltoid tijdni pütken zaman bij feiten. Feit degan yani bir amaliyat, haqiqiy ahvolda, yani bir haqiqiy yuz bergan ishda biz uni yuz berganligini
tekşüreleydiğin ahvallarda. Mesela, ik heb vandaag eten gemaakt. Ben bugün tamak ettim. Bu bir tekşürgülü bolduğun ahval. Kanda tekşürmez, tamak etken bolsa, belki üstelinin üstü tamak bilen toşkandı. Kaç kumuşla aşkandı degendek. İş kılıp bu bir tekşürgülü bolduğun ahval. Muşunda feytinde, yani bir ameliyat dakik ahvalda foltoydu taytini işletimiz. Lekin bir narsani tasvirlagan vaqtida özümüzningki hissiyatlarını, ko'z qarashlarını qo'shibchu, u chog'da firlaydin tayt ishlatimiz. Ondan 4-chi xil ahvol, bir qaror, bir xulos chiqargan vaqtda, bir ish harakatda biz qarab bunda xulos chiqargan vaqtimizda firlaydin tayt ishlatimiz. Masalan, het regende vannacht, yani kechidan yomg'ir yog'ibdi deb, yani bir xulasını çıkardık koçularının, yollarının höllikiga qarab. Foltoyda taytda ötmüşte yüz bergen, lekin biz hazırның özüde neticesini körüvatkan bir iş hareketlerge foltoyda tayt işiltimiz. Mesela, het heeft vannacht geregend, de straat is nat. Yani, het heeft vannacht geregend, keçiden yağmur yağıptı. The strat is not, yani koçular hazır yol kelime. Strat is not degan hazırkı zaman. Yani hazırның özüde neticesini körüp, yani bunda şekilde ifadelagan vaqtimizda foltoyda tayt işletimiz. Lekin firlaydin taytda faqat qarar xulasıl chiqadi, hazır bilan aloqasi yo'q. Ondan firlaydin taytni yana doim ishletiladigan ahvol, o'xshash vaqtda yuz bergan ish harakatni tasvirlagan vaqtimizda, yani o'tmishda yuz bergan, lekin o'xshash vaqtda yuz bergan ish harakatni tasvirlaganimizda ham doim firlaydin tayt ishlatamiz. Masalan, terwijl ik op de fiets zat, regende het. Yani velosipedga ketayotgan vaqtimda yomg'ir yog'di. Siz bilan telefonda so'zlashayotgan vaqtimda qozon teshib ketdi degandekchi. O'xshash ikki ish harakat, yani velosipedda ketyapmiz, ham yomg'ir yog'di, ikki ish harakat o'xshash bir vaqt yuz beryapti. Bunda vaqtlarda ham har vaqt firlaydin tayt ishlatamiz. Ondan oxirgi ahvol, yani firlaydin tayt ishlatilgan taklif fikr bergan vaqtda golland tilida mushta bir xil jumla shakli bor. Yani sizning o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, bunda qilatdim, anda qilatdim debchi. Yani alles ik, jou, was. Ya'ni was degan zayn deganninki o'tgan zaman shakli ik, was. Yani bu xil jumla shaklini yana ayirib o'rganib o'tamiz, lekin bu yerda mushta taklif fikr, mushta jumla shaklida doim o'tgan zaman ishlatganmiz deb bilib olsanglar bo'ldi. Yani alles ik, jou, was, zou ik het niet doen. Sizning o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, unda qilmagan bo'lardim. Sizning o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, hozir golland tilini yaxshi ko'rgan bo'lardim. Sizning o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, cho'ng mashinasida olgan bo'lardim deb mushta taklif fikr bergan vaqtida doim firlaydin tayt ishlatamiz. Ondan yani firlaydin tayt odatda o'tmishda yuz bergan bir qator ishlarni tasvirlagan vaqtimizda ham ko'pincha hollarda o'tgan zaman ishlatamiz. Masalan, hikoya cho'chaklarda. Ondan firlaydin taytda degan vaqtimizda biz yetkazgan uchur to'liq tugamagan bo'ldi. Uning keyindan yana deydigan gapimiz oldi-ku. Shu men boshda sizlardan shu savolni so'radim. Yani men tunugun Amsterdamga bordim deb, agar men tunugun Amsterdamga borgandim desam, avtomatik oldilar. Men keyindan yana bir gaplarni deydik, bir ish yo'qqa o'xshaydi deb, keyindan bir yana deydigan gaplar bor-ku. Lekin men tunugun Amsterdamga bordim desak, bordim tugadi shu. Şu emniyette pütken zamanni şu bizning tilimizdagi men tunugun Amsterdamga bordim. Lekin o'tgan zaman tunugun Amsterdamga borgandim deb eslasilish tursanglar bo'ldi. Mesela cho'chaklarda degan vaqtimda men yerda bir cho'chakni keltirib qo'ydim. Was in lief kleine meisje, yani burun bir kichik o'maq qiz bola bor ekan. Sie hat in lief grootmoeder die in het bos woonde. Yani uning o'rmonlikda turadigan shunda söyümlük bir çoğun apsı bakken, die grootmoeder had in mooi rood fluwelen mutsje gemaakt, die het meisje altijd op had. Yani bu mumsi bir duhavdan, kızıl duhavdan bir böktük pürüptü, bu kızıl onu daim kiyip aldı eken. Daarom werd ze roodkapje genoemd. Şuna ona kişiler kızıl böktük kız dep ataydı eken, depçu.
Muş qızıl rangda boyap qo'yğunim əmniyyətdə həmmisi cümlənin xəbəri fe'l hazır ötken zamanda kelyaptı. Muşda çöçeklərdə çöçek daim ötken zaman işiltimiz. Yani qısqası pütken zaman bilen ötken zamanның farqı muşu xulasılsam. Biz adətdə günlük turmuşda geplərni qilgan vaqtda jiqraq pütken zaman işiltib qalamiz. Lekin ötken zaman köp işiltildi. Bəzida hər ikkilisi almashtirib işiltilsa bo'lgan ahvollar bor. Lekin ba'zida, yani men boya degandek farqlarda cho'qib ötken zaman işiltishimiz zarur bo'lgan ahvollar bor. Masalan, bir narsani tasvirlaganda, ondan ötken zaman nemishda bir hikoya aytib bergan vaqtimizda, masalan, tungi Amsterdamga borgandim, avtobusda odam bek chiqqan, keyin bir do'konga kirdik, undan keyin unda bo'ldi deb, işte nim qilgan vaqtidami ko'pincha ahvollarda ötken zaman ishiltimiz. Pütken zamanda şu ko'pincha ahvollarda pütken zamanda biz degan ish harakat muhim. Ondan uni fayt, yani fayt degan tekshirgil bo'ladi. Mesela tungi Amsterdamga bordim desak, agar xohlasak u odamning rasmiy borganligini bir tekshirgil bo'lgan ish harakat qo'y bu. İşte ahvollarda ondan ish harakatning o'ziga ham diqqatimizni qaratgan vaqtda Amsterdamga bordim, tomoq yedim, choy ichdim deb shunda ahvollarda ko'pincha pütken zaman ishiltimiz. Qisqasi mush ikkisining farqi mushu. Endi dastlabda balkim bu sal ta'sirroq tuyulishi mumkin, qanday vaqtda qaysi zamonni ishiltish degandek hech qisi yo'q. Lekin bundan keyin shu darslarda, tekstlarda jumlalar qarab borgan sari o'rganish jarayonida tixinbek pishib qolib ketdi. Hozir asosli farqlari mushularni bilib olsanglar bo'ldi. Shu bugun so'zlaydigan grammatika darsimiz shu. Endi eng oxirida men sizlarga bir qancha jumlalarni olib keldim. Bu jumlalarningki sizlar hozir qaysi zamonda kelganligini tip chiqisizlar. Bu mashqni birga ishlaymiz. Oldida ekronni to'xtatib turay.